Assalomu alaykum Sulton Fazada obunachilar. Mana bu Tojikistondagi Xonoboddagi uyimizdan bitta. Terma gibga bo'lyapti. So'killari qora, yonlari qora, ichiga bo'lsa qora seri oq, to'q seri aralashtirilgan. Plastirlari qora bo'lyapti. Bu ko'cha qismi. Darvozaxona. Ichkari ham ko'cha bilan bir xil bo'lgan fasonlari. Vaholanki ham so'killari qora bo'lyapti, plastirlari qora bo'lyapti. Ayvon qismlari bo'lsa jigarrang bilan sariq o'rtasiga sariq tomiri boridan yopishtirib berilgan ekan. Betilagan gibkamen o'zi bo'lgan, terma gibkamen emas. So'killarimiz ham gibkamen bo'lgan. Garantiyalar beriladi 10 yildan 15 yilgacha, rangi o'zgarmasligi, devordan ko'chib ketmasligiga. Mo'shi narsa bo'ladi, bemalol yuvib, karchellab yuvsangiz ham bo'laveradi. Dolasi bu uyimizda ham bitmagan eski holatini videoni boshiga yoki oxiriga qo'yib ketamiz. Ko'rib baho beraverasizlar ishimizni. Murojaat uchun mana shu videoni pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar.